Har kun bir sahifa loyihasining navbatdagi mehmoni Ilg'or Boburjonovich. Men ko'proq detektiv janridagi kitoblarni sevib mutolaa qilaman. Yoshlarimiz hozirgi kunda tarixiy hamda badiiy kitoblarni mutolaa qilsa, men o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bor, albatta, bu kitob O'tgan kunlar asari, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asari mening hayotimni o'zgartirishga o'zining katta hissasini qo'shgan. Ko'proq Abdulla Qodiriy, Erkin Vohidov. Kutubxona bu men uchun madaniyat o'chog'i, ibratxona hamda bitmas tuganmas bilim maskani.